Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va abituriyentlar. 2025-yil 18-iyulga tushgan majburiy matematika savollarini ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosishni va menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Demak, dastlab bizda birinchi misol. To'g'ri burchakli uchburchakning bir kateti ikkinchisidan 4 marta katta, uning yuzi 18 ga teng bo'lsa, kichik katetini toping deb so'ralmoqda. Buning uchun to'g'ri burchakli uchburchak chizib olamiz. Demak, katta katetimizni 4A, kichik katetimizni A deb belgilaydigan bo'lsak, shu ikkovini ko'paytirib, ya'ni 4A ni ko'paytirib A ga 2 ga bo'ladigan bo'lsak, demak, to'g'ri burchakli uchburchak yuzini beradi. Bu 18 ga teng ekan. 4 ni 2 ga bo'lib ko'rsak, 2 ko'paygan A ni A ga ko'paysak, A ning kvadrati teng 18. A kvadrat teng 18 ni 2 ga bo'lsak 9. Bu yerda A ning kvadrati teng 9 ning biz uchun 3 ning kvadrati ekan. Kvadratlarni tashlab olsak, A teng 3 ekanligi kelib chiqadi. Bu javobda keltirilgan. Endi ikkinchi misolda to'rtburchakli prizmaning yoqlar soni. Yoqlar degani tomonlar soni. Demak, tomonlar soni uchburchakli prizmaning yoqlar sonidan nechtaga ko'p demoqda. Demak, to'rtburchakli prizmaning oladigan bo'lsak, demak, bunda tomonlar soni 6 tali kelib chiqadi. Endi uchburchakli prizma chizadigan bo'lsak, bunda demak tomonlar 5 tali kelib qoladi. Endi 6 dan ayirsak 5 ni, natija 1 ga teng ekan. Bu javobda keltirilgan. Xo'p, keyingi 3-misolimizda 516 ta og'izning oyoqlar soni 254 ta otning oyoqlar sonidan nechtaga ko'p deb so'ralmoqda. Buning uchun 516 ni ko'paytiramiz. 2 ga g'ozlarda 2 ta oyoq bor. 254 ni ko'paytiramiz 4 ga. Otlarda 4 ta oyoq bo'lgan uchun 2 ni ayiramiz. Natijada 1032 algan 1016. Natija 16 ekan. Bu javobda keltirilgan. 4-misolimizda tenglamani yeching deb so'ralmoqda. Demak, biz quyidagi ikkita ifodani demak tartib bilan yoza olamiz. Ya'ni 18 ta A, B, C qo'shilgan x teng 14 ta A, B, C. Endi x topishimiz uchun -18 ni bu tomonga olib o'tib olsak, 18 ta A, B, C algan 14 ta A, B, C hosil bo'ladi. Natijada x'imiz teng bo'lar ekan 4 ta A, B, C ga. Bu C javobda keltirilgan. 5-misol hisoblang. Dastavval noto'g'ri kasrga o'tkazib olib 1 ni 8 ga ko'paytiramiz. 8 1 ni qo'shamiz 9 taqsim 8 bo'lingan 3 taqsim 4. Endi bu yerda birinchi kasrni o'zini yozib olib, ikkinchisini demak teskarisiga ko'paytirib olardik qoida bo'yicha. Natijada 4 bilan 8 ni qisqartirsak bittadan, 2tadan, 9 bilan 3 ni qisqartirsak bittadan, 3tadan. Natija 3 taqsim 2. Bu bizda C javobda keltirilgan. 6-misolimiz Nozima bitta ko'ylakni 45 minutda tikib bo'ladi. Agar shunday 8 ta ko'ylakni tikib egalariga topshirgan bo'lsa, taxminan necha soat vaqt sarflagan deb so'ralmoqda. Buning uchun 45 minutni ko'paytiramiz 8 ga. Natijada bu biz uchun 300 demak 60 minut bo'lar ekan. Endi buni soatga aylantirish uchun 60 minutga bo'lamiz. Natijada 6 soatligi kelib chiqadi. Bu bizda A javobda keltirilgan. 7-misol. Agar A, B natural sonlar uchun A qo'shilgan B 7 ga teng bo'lsa, A ko'paygan B plus 2030 ning
qiymatining eng kattasini toping deb so'ralmoqda. Buning uchun a bilan b 7 bo'ladigan qiymatlarimiz 1 bilan 6, 2 bilan 5, 3 bilan 4 bo'lishi mumkin. Endi shu eng katta bo'lishi uchun shularni ko'paytirib chiqsak, natijada bu 6 ni, 10 ni, 12 ni berar ekan. Demak, eng katta qiymatimiz 12. O'rniga borib qo'ysak, 12 qo'shilgan 2030, natija 2042 bu sizga javobda berilgan. 8-misol, basseynning demak 4 25 dan 4 qismi suv bilan to'ldirilgan bo'lsa, basseynning necha foiz suv bilan to'ldirilgan deb so'ralmoqda. Demak, buning uchun 4 taqsim 25 ni yozib olamiz. Endi foizda so'ragan uchun har doim 100% ga ko'paytirishimiz kerak. 100% ga ko'paytiradigan bo'lsak, 400% bo'lingan 25. Demak, 425 ga bo'lsak, natijamiz 16% ekan. Bu bizda A javobda berilgan. 9-misol, 1, 2, 3 raqamlardan foydalanib, raqamlari takrorlanmaydigan nechta juft uch xonali son tuzish mumkin deyapti. Ya'ni raqamlarimiz takrorlanmasligi kerak. Juft bo'lishi uchun oxirgi raqami har doim demak 2 bilan tugash kerak. 1, 2, 3 raqamlardan foydalansak, 3 xonali demak son tuzishimiz uchun bu biz uchun 132 bo'lishi mumkin ekan yoki biz uchun 312 jami ikkita raqam chizsa bo'lar ekan. Va oxirgi 10-misolimizda a ning qiymati 8,5 ga, b ning qiymati -2,5 ga teng bo'lsa, a ning kvadrati minus b ning kvadratini hisoblang deb so'ralmoqda. Demak, bu formulani quyidagi ko'rinishda yozib olamiz. Ya'ni a minus b, a plus b holatda. O'rniga keltirib qo'ysak, ya'ni 8,5 ayrilgan -2,5. 8,5 demak qo'shilgan -2,5. Natijada ikkita manfiyimiz plus bo'lib ketib 8,5 qo'shilgan 2,5 ko'paygan 8,5. Bu ikkovi biz uchun minus bo'lib ayrilgan 2,5. Natijada 11 ko'paygan 6. Bu bizga 66 ni beradi. Bu javobda berilgan.